Shaytonning askarlari 21-qism. Moddiy olam haqidagi ilmiy tadqiqotlar bir mavzuni chuqur o'rganish va tekshirish orqali aniqlanadi. Bu tadqiqot ishlari faqatgina aqlimiz yetishi mumkin bo'lgan moddiy dunyo ko'lamida amalga oshirilishi mumkin. Ammo butun borliqning yaratuvchisi bor ekanligi, qalbning mavjudligi, axloq, odob va shu kabi mavzularda hukm chiqarishga tadqiqotlar va aniq fanlar ojizlik qiladi. Ammo fanlar orqali ega bo'ladigan chuqur bilimlarimiz orqali biz bu borliqning shunchaki bir tasodif emasligi, borliqning yaratuvchisi bor ekanini tafakkur qilishimiz mumkin. Aniq fanlar fakt va teoriyalardan iborat va mana shu yerda bir muammo vujudga keladi. Chunki teoriyalar har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ba'zilarining xato ekanligi, yana ba'zilari esa shunchaki yolg'on ekanligi isbotlangan va hatto ular qasddan ommaga targ'ib qilingan. Ko'pchilik insonlar nima deyilsa ham ishonib ko'r-ko'rona ergashishlari kimlardir uchun juda ham kerak. Xo'sh, insonlarni ularning ongi vositasida qul etish tizimi qanday niqob ostida targ'ib qilinmoqda-ki? Birinchi, majburiy ta'lim. Ikkinchi, media, ommaviy axborot vositalari. Ana shu ikki vosita orqali singdirilayotgan ma'lumotlar bilan ular insonlarni qisqa muddatga emas, balki uzoq vaqt mobaynida boshqarish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Tasavvur qiling. Sizga bolaligingizdan to ulg'ayguningizgacha o'rta maxsus yoxud majburiy ta'limda doimiy ravishda ishonchli deya ba'zi ma'lumotlar taqdim qilib boriladi. Ular sizni borliqning mavjudligida hech qanday sabab yo'q deya ishontirmoqchi bo'ladi. Haqiqatan siz o'rganayotgan aksariyat ma'lumotlar sizga hayotdagi asl maqsadingizni anglashga, sizni yaratgan zotni tanishingizga yo'l ocha olmaydi. Masalan, Fibonacci raqamlari. Bu haqda eshitmagan bo'lsangiz ham kerak. Sonlarni shu usulda tartiblash hech bir insonning qo'lidan kelmaydi. Bu ma'lumotlarni sizga aytishmaydi, chunki ular bu kabi bilimlarga ega bo'lganingizdan keyin shu kabi narsalar ustida izlanib, natijada butun borliqni yaratuvchi, tuzuvchi bir buyuk zot bor ekanligi haqidagi xulosaga kelishingizni bilishadi. Balki universitetlarda biroz o'rgatilar, ammo asl ma'no va sabab chuqur o'rgatilmaydi. Ular faqatgina o'z tizimlariga mos keladigan mavzularnigina tanlab ta'lim berishadi. Biz olimlar deya tanigan ba'zi insonlar aslida bir aktyordirlar. Ular ekranlarda ko'rinish berib, insonlar ongini ateistik teoriya va tushunchalar bilan to'ldirishga urinishadi. Ular aslida siz o'ylaganchalik zukko va bilimdon emaslar. Ular mashhur olimlar sifatida tanilgani sababidan ham insonlar ularning fikrlarini to'g'ri deb bilishadi. Bilasizmi, 100 minglab dollarlar shu kabi insonlar haqida ilmiy dokumental filmlar ishlash uchun sarf etilmoqda. Bu pullar esa ma'lum bir tizim tomonidan qoplanadi. Shuning uchun ham o'sha dokumental filmlardagi yetakchi g'oya o'sha tizimdagilar aytganiga muvofiq bo'ladi. O'sha kimsalar o'zlarining fikrlarini yoqlaydigan olimlarni katta mablag' bilan ta'minlashadi. Shuning uchun ham so'nggi yillarda ko'pgina ateist olimlar mashhur bo'lishgan. Ilmning poydevorini qurib berib ketgan dastlabki musulmon olimlari haqida deyarli hech kim gapirmayotgani bir tasodif deb o'ylaysizmi? Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy matematika, astronomiya va geografiya fanlariga oid insoniyat tarixidagi muhim asarlarni yozgan. Uning Al-Jabr va al-Muqobala asari Yevropadagi algebra fani haqidagi tushunchaning paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan eng birinchi kitob hisoblanadi. Ibn Sino, tibbiyot otasi, islomning oltin davrida yashagan buyuk tibbiyot va astronomiya fanlari olimi. Abbos ibn Firnas, eng birinchi uchuvchi, kashfiyotchi, olim suv soatini kashf qilgan. Shuningdek, uning tadqiqotlari natijasida yuqori sifatli shaffof oyna paydo bo'ldi. U birinchi bo'lib jiddiy talofat va ziyonsiz osmonga ko'tarilib, qushdek parvozni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Yana yuzlab bu kabi musulmon olimlari bo'lgan, lekin siz ular haqida maktabingizda deyarli umuman eshitmaysiz. Biologiya, fiziologiya, tabobat, kimyo, fizika, matematika va shu kabi fanlarning ildizi islom dini sababidan rivoj topdi. Islom dini bilim va kashfiyotlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bizga o'zimiz yashayotgan bu moddiy olam haqida bilish muhim. Musulmonlar bu kabi bilimlarni egallashda yetakchilik qilishgan. Bularning natijasida esa
Kordobadagi eng birinchi universitetning paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Islom bilim yurtlari faqatgina islom dini haqida ilm olinadigan maskan sifatida emas, balki boshqa fanlardan ham yetuk bilimga ega bo'lish maskani sifatida ham tanilgan. Ko'plab fanlar aynan o'sha yerda kashf qilinib yuksalgan. Bu fanlarning kelib chiqishi aynan shu tarzda bo'lgan. Hozirgi kunda maktab ta'limi dasturlarida musulmon olimlarining kashfiyotlari, ta'limotlarini sizga batafsil yoritmasliklari, ular haqidagi dokumental filmlarni namoyish etmasliklari, musulmon olimlari internet sahifalari yu ilmiy ko'rsatuvlarda taniqli olim sifatida namoyish qilinmayotganliklari, bularning barini shunchaki tasodif deb o'ylaysizmi? Shunisi aniqki, aksariyat ilm-fan agentliklari o'z talablariga muvofiq bo'lgan va ular nimani desalar xuddi shuni aytadigan insonlarni qo'llab-quvvatlaydilar. Albatta, ular bizga taqdim etayotgan ma'lumotlarning hammasi ham noto'g'ri emas. Ilm-fan agentliklari taqdim etayotgan ko'pgina ma'lumotlari haqiqat. Ammo to'g'ri bo'lgan faktlarning aksariyati ham tafakkurimizga sabab bo'lmaydi. Ular ma'lumot tarqatayotganda ikki usuldan foydalanishadi. Birinchi, ular xato ma'lumotni tarqatishadi, keyin esa ba'zi o'rinsiz sabablar bilan sizni o'sha ma'lumotlarni to'g'ri deb qabul qilishga undashadi. Natijada esa biz o'tmishda ko'plab to'g'ri deya insonlarga uqtirib kelingan nazariyalar hozirgi kunga kelib xato ekanligi ochiq-oydin fosh bo'lmoqda. Endi esa tasavvur qiling, qancha avlod o'sha xato fikrlarni to'g'ri deya ishonib kelishgan. Ikkinchi, ular to'g'ri ma'lumotlarni tarqatishadi va ammo uning asl sababini yashirishadi. O'rniga esa ba'zi xato tushunchalarni berib borishadi. Borliqning mavjudligini bir tasodif deya ta'riflashadi. Mana shu usulda insonlar orasida ateizmni targ'ib qilishadi. Men sizlarga bir misol keltiraman. Mening farzandim biologiyadan ta'lim olayotgandi. Bir payt biologiya ustozi borliqning qanday yaralganligi haqida gapira boshlabdi. U ma'ruza qila turib biologiya fanidan falakiyot faniga o'tib ketibdi. Tirik organizmlarni o'rganadigan fan biologiya fanini chuqur o'rgatish o'rniga u borliq, mavjudlik haqidagi, ya'ni ontologiya, falakiyot kabi boshqa fanlar haqida gapira boshlagan. Bular axir mutlaqo boshqa bo'limlar. Davkin ismli faylasuf aslida biolog bo'lgan. Ba'zi olimlar borliq haqidagi qiyin savollarga javob bera olmasliklarini, ularning bilimlari bu borada ahamiyatsiz ekanligini anglab yetishganidan so'ng metafizika va faylasuflik kabi fanlarning mutaxassisi bo'lishmasa ham ana shu yo'nalishlarga o'tib ketishadi. Ba'zi aqlli, salohiyatli insonlar kitoblar o'qishadi, o'rganishadi va borliq yaralishi haqidagi haqiqatga ishonadilar. Lekin biologiya bu umuman boshqa narsa. Shuni ta'kidlab aytamanki, koinot haqidagi ular taqdim etayotgan xulosalarning aksariyati xato. Ko'pchilik kosmologlar butun borliqni yaratgan zot bor ekaniga ishonishmaydi. Ular katta portlash yuzaga kelgan, bir olam barpo bo'lishida boshqa bir olam sababchi deya hisoblashadi. Bu mutlaqo bir taxmin. Keyin ular bir qancha formulalarni doskaga yozib ko'rsatishadi. Einstein taqdim etgan suratni ko'rsatishadi. Jibrish haqida eshitganmisiz? Bu nom qaysi ismdan olinganligini bilasizmi? Jobir ibn Hayyan. Jobirning kitoblari Yevropaga yetib kelganidan keyin ular boshida buni tushunishmagan ham. Shuning uchun ham uni Jibrish deb atay boshlashgan. Bu oddiy etimologiyadir. Ular ana shu formulalarni ko'rsatishadi va aniqki siz ularni tushunmaysiz, shunday emasmi? Ular esa bu narsalar qandaydir kvant fizikasi ortidan sodir bo'layapti. Borliq katta portlash sababli paydo bo'lib qolgan deyishadi. Ular siz yashayotgan hayotga, fikrlash tizimingizga qanday ishlov berishni yaxshi bilishadi. Siz atrofdan qabul qilayotgan ma'lumotlarni miyangiz idrok qilishga, qayta ishlashga va tahlil qilishga mas'ul. Dastlabki egallagan bilimlaringizni sizning miyangiz yoki rad etadi yoki haqiqat deya tan oladi. Endi bu haqda bir o'ylab ko'ring. Sizning miyangizni bolaligingizdan kimdir xato ma'lumotlar, yolg'on tushunchalar bilan qayta oziqlantirib kelsa, sizning miyangiz bu holatda ko'nikishni boshlaydi va bularni to'g'ri deya qabul qilishi mumkin. Natijada boshqachasiga fikrlay olmaydigan bir ahvolga kelib qoladi. Mana tizim siz bilan nima qilyapti?
Bu shuni anglatadiki, siz to'g'ri deb qabul qilayotgan narsalarning ba'zi qismi yolg'on ustiga qurilyapti. Natijada ko'pchilik insonlar ana o'sha yolg'on ma'lumotlarni aniq haqiqat deb qabul qilishyapti va hayotlarini ana shu yolg'onlar ustiga qurishmoqda. Hozirgi kunda ilm-fanda e'tibor qaratilayotgan eng muhim mavzulardan biri Darwinning evolyutsiya nazariyasi. Darwinning evolyutsiya nazariyasi bilan hamma narsa rivojlanuvchi va milliard yillar avval bir turdan boshqa bir turlarga ketma-ket tasodiflar orqali, tabiiy tanlanish orqali o'zgarib borgani haqidagi safsatani sizga singdirishga urinishadi. Hatto odamzod ham shu kabi hodisaning natijasi deya aytishadi. Ha, u kimsalar sizni borliqning yaratilishi bo'lmagani va Odam alayhissalom qissasining yolg'on ekani haqidagi jirkanch tushunchalarni sizning miyangizga quymoqchi bo'ladilar. Charles Darwin, u kim o'zi va bu nazariyaga qanday to'xtalganini bilasizmi? U Erasmus Darwin, ya'ni bir masonning nevarasi bo'lgan. Quyidagi videoda masonlarning sobiq sehrgari bo'lgan Rojer Marneau evolyutsiya nazariyasining asl yuzini ochib beradi. Bir ruhoniy sehrgar bu ishlar shaytonning bir rejasi bo'lganini gapirib bergandi. Insonlarni bu nazariya bilan aldash shaytonning o'ylab topgan eng qiziqarli yolg'onlardan biri ekanligini shayton o'sha sehrgarga aytgan. Va shunday davom etgan. Uning, ya'ni shaytonning Darwin ismli bir do'sti bo'lganligi va yana bir Thomas Andrew Huxley degan do'sti bo'lganligi, ular shaytonlar tomonidan ishlatilganligi haqida ham aytgan. Hatto ular bolalik paytlarida shifokorlar tomonidan gipnoz qilingan ekanliklari ham aytilgan. Shayton bu kabi bolalar insonlarni shunday yolg'on tushunchalarga o'rgatishda yaxshi natija berishi mumkin deb bilgan. Ha, ana shunday qilib shayton insonlarning hayotlariga bu tushunchalarni olib kirmoqchi bo'lgan. 1700-yilda bo'lgan katta umumiy kengashda shunday to'xtamga kelinganki, unda shaytonning o'zi shaxsan Darwinga odam evolyutsiyasi teoriyasi haqida dars bergani haqida aytilgan. Yana o'sha paytda shayton va uning askarlariga shu ma'lum bo'lganki, agar insonlar evolyutsiya nazariyasiga ishona boshlasa, u insonlarning hayotida inson yaralishining asl haqiqati butkul esdan chiqadi. U o'zgacha bir bayonot qiladi. U shunday deydiki, evolyutsiya nazariyasini o'rgatgan har kim diniy tizimning vaziri deb hisoblangan. Ular buni din tizimi deb aytishyapti, ya'ni evolyutsiya nazariyasini, chunki bu insonlarni o'qitish tizimi. U yana shunday deydi, o'sha teoriyani o'qituvchi har bir inson shaytonlar tomonidan qadrli deb hisoblanishadi va shaytonning maqtoviga ham sazovor bo'lishadi. Ya'ni bu ish orqali katta kuch bilan ular insonni ma'naviy ko'rlikka olib keladi.